Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan xabarlarimizning qisqacha mazmunlariga ko'z sataylik. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Sinan Oganning so'zlariga qattiq qarshilik ko'rsatdi. Tailand turmasiga qamalgan qarindoshimiz Matto'xti Tursun vafot bo'lgan. Pokistonliklar Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi ovoz chiqardi. Tövəndə təfsili məzmunlarını diktanlarga sunumuz. Türkiye Ata İttifaqının prezident namzatı, burunqi Milletçi Hareket Partisi əsası Sinan Ogan, Babala televiziya kanalı Mavzular Oçuq mikrofon programmasının ziyaretini qabul qilganda, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, ishg'ol va mustamlika siyosati, Turkiyadagi siyosiyolarning buningga tutgan pozitsiyasi haqida so'ralgan savolga javoban Sharq Turkistonda zulmning borligini, ammo mubolag'lashtirgudek darajada emasligini, shundaqla G'arbning Xitoy bilan bo'lgan munosabatiga material bo'lmagan asosda masalani o'ttirg'a qo'ydiganligini aytib, Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini yenik darajadagi zulm qilib ko'rsatishga tirishib qolmay, xuddi G'arbdagi davlatlarning Sharq Turkistondagi turk xalq uchun ovoz chiqarishi ziyon bo'ladigandek mantiqsiz so'zlagan. Adaylığı açıklandıktan sonra Sinan Bey bunu hiç gündeme getirmedi ve Binali Yıldırım da yine Mevzular programında Çin'in toprak bütünlüğünden bahsetti. Bunu niye fazla dile getirmediniz diyorsun değil mi? Orada bir zulüm var, bir baskı var ama o baskı abarttıkları kadar yok. İki, neden abartıyorlar? Çünkü orasını Amerika Çin'in yumuşak karnı olarak görüyor. Bu iki tespiti yapalım. Olaya gerçekçi bakalım. Evet, Doğu Türkistan'da zulüm var. Doğu Türkistan'da çok sayıda dostum var. Hatta önümüzdeki günlerde Doğu Türkistan'a yönelik yayın yapan bir radyoya da katılacağım. Bugün onun konuşmasını yaptım. Neden şimdiye kadar açıklama yapmadım? Çünkü o yayını bekliyorum. O yayında açıklayacağım orayla ilgili düşüncelerimi. Şuna dikkat edelim arkadaşlar. Biz oradaki Türklerin hakkını savunurken Amerikan politikalarına, Amerika ile Çin münasebetlerine malzeme olmayalım. Bir tek onu istiyorum. Baş ministerimiz Salih Xudoyor bununla inkos qaytarıp, hürmetlik Sinan Ogan doktor, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning beshiga kelganlar oddiy bir zulm emas, irqiy qirg'inchilikdir. Siz Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa qasddan sal qarab, Amerikaning atalmish mubolag'asi deb Xitoyning saxta tashviqotini qilyapsiz. Bu gaplaringiz Sharq Turkiston xalqini umidsizlantirdi. Turkiyada haqiqiy Sharq Turkiston do'sti yo'qmi dedi. Xitoyning zulmidan qochib 2014-yildan beri Tailand turmasiga qamalgan bir Uyg'urning 9 yil nazarbandga ilingandan keyin oldingi hafta qazo qilganligi ma'lum bo'ldi. Voiz xabar torining 26 aprel kunidagi xabariga qaraganda, axborotda tarqalgan xabarlardan ma'lum bo'lishicha, 40 yoshlar jamisidagi musofir Matto'xti Tursun jigar va nafas yo'llari kasalliklari bilan doktorxonaga ilib berilgandan keyin davolash unum bermay o'tgan juma kuni qazo qilgan. İnsan haqlarini kuzatish tashkiloti Tailand hukumatidan Bangkokdagi Suanfilo ko'chmanlar tutib turish o'rnida tutib turilayotgan Uyg'ur panohlik tilgichilarning turmush ahvolini tekshirishni talab qilmoqda. Tursun Matto'xti bilan o'xshash tutib turish o'rnida nazarband ostiga ilingan 49 yoshli Aziz Abdulla 2 oy ilgari o'pka yallig'i bilan qazo qilgan bo'lib, her ikkilisi 7 oyda Suanfilo ko'chmanlar tutib turish o'rniga yo'tkalgan. 2018-yili 27 yoshli bir Tailand ko'chmanlar tutib turish o'rnida 4 yil qamalgandan keyin rak kasali bilan qazo qilgan. Taratqularning xabariga qaraganda, yana 2 nafar Uyg'ur bolasi 2014-yili qazo qilgan. Uning ichida 3 yoshli bir bola o'pka tuberkuloz kasaliga giribdor bo'lgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Osiyo muavin direktori Phil Robertson Voiz dunyo xabarlariga panohlik tilgichilarni tozalikqa, davolashga, saqliqni saqlashga e'tibor berilmagan nachar sharoit qo'yib, o'limga tark etganligini aytgan. Tailand 1951-yildagi musofirlar ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat emas. Konkret panohlanish qonuni yo'q. Natijada atalmish Şinjandagi ziyonkashlikdan qochganlarni o'z ichiga olgan musofirlar va panohlik tilgichilar jinoyatchi deb qaralib, davomli qo'lga ilinadi. 2013-yildan boshlab Xitoyning zulmidan qochgan oz degandimi 350 nafar Uyg'ur ayol va bolalar Tailandga kirgandan keyin qo'lga ilingan. 2015-yili ayollar va bolalardan 172 nafari Turkiyaga makonlashgan. Bir necha haftadan keyin Tailand doiralari 109 nafarni Xitoyga qaytarib bergan. Pokistonliklar garchi hukumatda sukut qilayotgan bo'lsa-mu, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshilik ko'rsatdi. Tashkilotchi xabar torining 23 aprel kunidagi xabariga qaraganda,
Gerçi Pakistan hökuməti Xitay bilan bo'lgan quyuq diplomatik munosabat sababidan Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, ig'ir inson haqlari dafsanchiligiga sal qargan bo'lsa-mu, Pakistan axborot vositalari G'arbning Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qilayotgan zulmini ayblagan dokladlari va inson haqlarini qo'g'dug'ichilarini naql keltirib, Xitoyning vahshiy qilmishlarini xabar qilishga boshlagan. Xitoy Talibanning Afg'oniston ayollariga tutgan muomalasidan ansirayotganligini aytganda 19 aprel kuni Qazi Javid Jasoratdagi Ordu tilida yozgan maqolasida Xitoyning Uyg'ur ayollariga tutgan muomalasini bayon qilgan. Gerçi Xitoy boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslikni ta'kidlasimi, Talibanning Afg'oniston ayollarining maktabda o'qishi va ishga o'rinlashishini cheklashidan andish qilayotganligini bildirgan. Qazi Javid Xitoy Tashqi ishlar ministri Chungangning Talibanning Afg'oniston ayollariga tutgan nachar muomalasiga aloqador dokladiga qarshilik ko'rsatib, Uyg'ur ayollari diniy e'tiqodini yashaganlik uchun inson qiyofatiga kirgan hayvonlarning oldida kishanlanib, yalang'ochlanib, xo'rlandi deyish bilan birga Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiy qilmishlarini eslatib, xalqaro sud mahkamasiga da'vo etishga bo'ladiganligini aytgan. Ammo bu yerda shundoq bir haqiqat borki, Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga Sharq Turkiston zeminining egillari bo'lganligi uchunla irqiy qirg'inchilik yurgizmoqda. Tajovuzchilarning qalamkashlari va kanaylari. Uyg'unish harakati o'liklar dunyosiga nisbatan hayotlik elib kelsa, tajovuzchilik dunyosiga nisbatan xatar va og'ir tahdid elib keladi. Mustamlika qilingan ellarda uyg'unish uchqunlari o'tirg'a chiqishga boshlagan hamon tajovuzchilar mustamlika qilingan millatlardan o'zlariga sodiq xizmat qiladigan qalamkashlarni, darvishlarni va har xil qiyofatdagi josuslarni yetishtirishga boshlaydi. Mustamlika ideyasini qabul qilgan qalamkashlar, kanaylar va chaparmanlar har zaman uyg'unish ideyalariga to'sqinlik qilishga urinib turdi hamda mustamlika qilingan millatlardagi erkinlik, mustaqillik, kimlik, adolat va qimmat qarash engini burumlashga yoki ojizlashtirishga yoki millatning diqqatini asosliq masaladan boshqa tarafga burashga harakat qiladi. Mustamlika ideyasidagi qalamkashlar barmoqlarini, qalamlarini va tilini tajovuzchilarning planlari va fikrlarini bozorga solish uchun xizmatga soladi. Chunki tajovuzchilar o'zlarining planlarining oshkorlanib qolmasligi uchun o'zlariga vakolatan so'zlaydigan yoki yozadigan setilma qalamkashlarga muhtoj bo'ladi albatta. Mustamlikaga yo'liqqan har qanday bir millatda tajovuzchilarning manfaatlari va ideyalari uchun chakarchilik qilgan, ideyasi zaharlangan va axloqi buzilgan qalamkash qurtlar tepilib turdi. Qalamkash qurtlar mustaqillik ideyasidagi siyosiy iqimlarni ojizlashtirish, sog'lom ideya egalariga qalpoq kiydirish, ular haqida fitna ig'vo tepish orqali ish qilg'izmaslik, sog'lom harakatlarning e'tiborini tushirish hamda parchalashga urinish qatorliq ziyonli ishlarning hammasini qilishdan bosh tortmaydi. Cemiyatshunos mutafakkur Malik Nabiy yozmanlaridan o'zindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.